hech qanday sun'iy vitamindan ko'ra, ya'ni har xil vitaminlar berish kerak dedi. Undan ko'ra men tabiiy o'tlar bilan kimga rost, kimga yolg'on, mana sizlarga natija, hosildorlik, ya'ni bug'doy solaman, makka va semichkani kunjarasi bo'ladi. Semichka shirot deydimi? Shu narsa bo'ladi. Assalomu alaykum bizning qadrdonlar, yaxshimisizlar charchamasdan. Hozir mana kechki payt. Men aytgandim, bo'shasa inkubatorni sotaman deb bundan oldingi videolarimizda. 2000 TL inkubator sotiladi o'rtoqlar. Mana hozir bunga bo'sh joy, ya'ni bunikini tuxumlarini vodnoga, ya'ni ochib chiqadiganga oldim. Mana bunga hozir 1000 tanikini. Endi bo'shagan joylar bor. Shuning uchun hozir bu yerga joylab olaman-da bir qator. Mana shu 2000 tani bunga bo'shataman. Shundan so'ng o'rtoqlar shu 2000 talik inkubatorimizni endi mana sotamiz. Kelib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, narxi 7 million so'm. Mana bunday latoglari, tuxum teradigan latoglari hamma yo'g'i bor. Faqat xo'sh. Vodnoga ochirishga yashiklari kam. O'rtoqlar, hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shu hop. Mana bu yerda ochib, mana shu yashiklardan kam o'rtoqlar. Shu qizil yashiklaridan 4 tami 5 ta bor xolosda. Aniq men bilmayman hozir. Narginiki nechtaydi shularni hisoblab chiqish kerak. Xullas kam yashigi. Shunaqa. 7 million so'm qiziq bo'lsa, raqamlar ekranda turibdi. Telefon qilinglar. Olmoqchi bo'lganlarga. Рабочий inkubator Eggbox kompaniyasiniki. Ochishlari hammasi yaxshi, ishlashlari joyida. Tavsiya qilaman. Kimga rost, kimga yolg'on, mana sizlarga natija, hosildorlik. Ya'ni bugun tuxumlarini endi tergani keldim. Odatda ertalab kelganda ham 100 tacha tuxum tug'ib qo'yishgan bo'ladi. O'sha paytda terib ketardim. Bugun vaqtim bo'lmadi. O'shaning uchun natijani bo'lishib o'tmoqchiman. Bittadan like bosib, videoda kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Mana shu bitta ikkitasi orada kurki bo'lib qopti. Mana emas, lekin shu 3 ta 2 ta bor. Bularni hozir tagidan tuxumlarni olib qo'yamiz. Mana bular ham tuxumda yotibdi, kurki emas lekin. Mana bu tarafda ko'proq tug'ishadi. Mana shunday to'ldirib qo'yishadi. Mana tog'lar tagida. Ko'z tegmasin o'rtoqlar. Mana tog'larimiz bu tarafda, tashqarida. Ko'z tegmasin o'rtoqlar, qarang, bular hozir kuniga 250 ta baland tug'ishyapti. Hatto bunday tepasiga ham chiqarib qo'yishibdi. 250 ta baland tug'ishyapti. Ya'ni tovuqlar soni общий xo'rozlari bilan birga 400 taga yaqin, makyonlar taxminan 220 ta, 230 talar bor. Adashmayotgan bo'lsam. Bular Andijon qora tovuqlari. Birinchi yil boqishim, ko'z tegmasin, tovuqlar yomon emas. O'zimga misol uchun boqaman deydiganlarga, xonadonga tavsiya qilaman, akalar. Mana shu salqinroq baqavo joy ekan. Ovozim qanaqa eshitilyapti bilmadim. Bularga hozir o't olib kelib berdim, o'zim ham terlab ketdim. Erinmasdan har kuni o't olib kelib beraman. Bularga hech qanday sun'iy vitamindan ko'ra, ya'ni har xil vitaminlar berish kerak dedi. Undan ko'ra men tabiiy o'tlar bilan, po'choq va boshqa haligi nima deydi, o'zimizdan chiqadigan narsalar bilan boqishga harakat qilaman. Rezultatlar yomon emas. Tuxum berish foizi taxminan endi 70% bo'lsin, mayli yolg'on bo'lib qolmasin, 70% atrofida tuxum tug'yapti. Endi shuncha ko'pniki. Agar ozroqniki bo'ladigan bo'lsa, xonadonda
20 ta boqadigan bo'lsangiz 17 ta 18 ta tug'averadi-da bular. O'shanaqa ekan. Biznesda, ya'ni qora tovuq biznesini bu yil sizlarga o'zim qilib ko'rsatib beryapman. Mana shu kanalda kuzatib kelayotgan do'stlarimiz bilishadi. Bularni boshidan olib kelib boqqan paytimdan boshlab ko'rsatganman. Boshi deganda men ham o'zim o'rtoqlar tovuqlarni jo'ja holatida 2 oylik jo'jaligida sotib olganman. 2 oylik jo'ja. U 17-noyabrda kelgan. Bu tovuqlar o'zi 17-sentyabrda ochib chiqqan jo'jalar, tuxumdan chiqqan jo'jalar. Hozir mana may oyini o'sha 7-sanasimi yo 8-sanasi bugun. Bular o'sha tuxumda oldi 5 oyda tuxumga kirgan. Qishki kunlarda boqqanimizga qaramasdan oldi. Birinchisi 5 oyda tuxumga kirdi. Ana undan keyin bu tovuqlarimiz asta-asta tuxumlari ko'paydi. Hozir bularni tuxumlarini inkubatorga qo'yib, o'zimiz uyda inkubatorimiz bor. Hozir o'sha inkubatorda oshirayotganman. Videoni boshida ko'rdilaring, inkubatorda sotaman dedim. Ortiqcha o'rtoqlar shuning uchun. Ya'ni xulasi o'zimning hisob-kitoblarim, uni sotmoqchiman. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu tovuqlarni endi o'rtoqlar nima berib boqyapsiz? Shuncha tuxum olish uchun deb qiziqadiganlarga hozir u yoqqa chiqib ko'rsataman ham. Qanday boqayotganligimni, nima berayotganligimni. Birinchi yil boqishim yana bir bor eslatib o'taman, lekin yomon emas. Tovuqlarimiz rezultati yaxshi, ko'z tegmasin. Tug'ishyapti. Qoni qo'shnilar shikoyat yo'qmi deganlarga hidi yo'q o'rtoqlar, hech qanday hidi yo'q va pashsha-mashshalar hech narsa ko'paytirgani yo'q, chunki taglari quruq, pashsha ko'payishiga boshqa sharoit yo'q. Hidi yo'q. Umuman deyarli yo'q, umuman. Hid yo'q-da xulasi. Odam jirkanadigan hid yo'q mana shu katagini o'zida ham hamma joyda. Faqatgina shu biroz xo'rozlarning qichqirishi shunaqa shovqini bor xolos. Agar holiroq yeringiz bo'lsa, bemalol ekan. Endi oz bo'lsa bilinmaydi. Endi bu yerda turistda, u yog'i ham borda, turistda birdan teng uni qichqirib turgandan keyin shunaqa bo'lar ekanda. Yaxshi. Xulasa, umuman biznes o'zini oqlayaptimi deb qiziqadiganlar bo'ladi. Foydagarligi, daromadi yaxshi. Misol uchun tuxumidan sotganimiz yo'q. Hozir ochirishga inkubatorga tuxumlarini 3000 so'm. Hozir sezon bo'lganligi uchun 3000 so'm olishyapti. Jo'jalari 7000 so'm bo'lyapti. Inkubatorda olib chiqqan yangi 1 kunlik jo'jalari 7000 so'm. Changi to'g'rishdi. Bir ikkita xo'rozlar urushyapti ana shular. Zarilnikini shularga urushaverib, ha. Nima zaril? Qo'y. Nima yetmayapti sizlarga? Hamma narsa bor bo'lsa. Xulasa, birinchi yil qilishim biznes o'zini oqlaydimi deganga, bu ishlarni har doim sezoniga qarab qilsangiz maqsadga muvofiqroq va yaxshiroq oqlaydi. Endi damashniy tuxumda narxi 2000 so'm, oddiy misol keltiraman. Agar bir dona davlat tuxumi kattasi misol uchun 700 so'mdan 1000 so'mgacha bo'lyapti-da, 1200 so'm ham bordir. Lekin bu uy tovuqi tuxumi 2000 so'm. Ochirgani va iste'mol uchun olishadi. 2000 so'mdan sotib tuxumini daromad qilib bo'lmaydi deysizmi? Agar inkubatorga xo'roz bilan boqsangiz 3000 so'm. Endi yana bir masala bor, o'rtoqlar. Agar shu yerda mana xo'rozi bilan boqib 3000 so'm sotishni ko'zlayotgan odamlar bo'ladi, xo'rozsiz boqadiganlar iste'mol uchun xo'roz bo'lish shart emas. Endi shu yerga bir masalaga to'xtalib o'tsak, oddiy hisob-kitob. Aytaylik, shu yerda hozir taxminan 70 ta atrofida xo'roz bor-da. Agar 70 ta atrofida xo'roz bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz hisob-kitob qo'ying. Kimdirlar inkubatorchilar qat'iy talab qiladi. Misol uchun biz-ku tashqariga chiqarib boqamiz. Qat'iy talab qiladi, ya'ni 5 taga yoki 4 ta makonga bitta xo'roz. Bu degani taxminan 20% xo'roz bo'lish kerak.
Aytaylik, mana shu 400 ta makonga 100 ta xo'roz boqishadi odatda. Endi hisob kitob qilib ko'ring, agar 100 ta xo'roz yem yeyish masalasida makondan ko'proq yeydi. Keyin ana shu 100 ta xo'rozni o'rnida ham makon bo'ladigan bo'lsa, u 100 tasi ham tuxum beradigan bo'lsa, agar 2000 so'mdan sotganingizda ham farqi qanchalik katta bo'ladi va qanchalik nima deydi, siz ko'p daromad ko'rasiz, 3000 dan sotib, ozroq tuxumda 3000 dan sotasiz, ko'proq tuxumda 2000 dan. Shunisi ham bor. Shuni ham bir nima deydi, inobatga olgan ma'qul deb o'ylayman. Endi sizlarga do'stlarim nima berib boqayotganligim va qanday ozuqalar berayotganligim. Men oldin ham aytganman, hozir ham aytishim mumkin, men hisob kitob qilmayman o'rtoqlar. Hisob kitob, ya'ni qancha yem yeyaptim, necha pul ketdi shu kungacha va nimalar sarf xarajat qilganimni deyarli hisoblamayman. Umuman почти hisoblamayman. Chiqinglar. Chiqinglar davay. Qopni teshib don deyapti, mana shu ochiq qolgani. Mana shunday. Akalar, mana shunday Mustang drabilkasi sotib olganman Sardor akadan. Narxi $300. Mana telefon raqamlari Qo'qonda, lekin O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishadi. Telegram, imo, WhatsApplari bor. Telefon qilaverasizlar. Granulyator va mana shunday don maydalaydigan va boshqa uskunalar yasashadi. Menga shunisi ma'qul bo'lgan. Butun bug'doylarni mana shunday sindirib mayda holga olib beradi. Bu bug'doy bo'lsa, endi mana bu mana Makka. Bu Makka o'rtoqlar. Makkani ham butun Makkani shunday holga olib bergan. Bug'doy solaman. Makka va semichkani kunjarasi bo'ladi. Semichka shirot deydimi? Shu narsa bo'ladi. Bu mana bunday holda mana. Buni narxi ham 3000 so'm hozirgi kunda atrofida. Ozgina o'zgarib turadi. Ba'zida 3300 so'm, 3500 ga ham chiqadi ba'zida qish kunlarda. Shu narsalarni uchalasini aralashtiraman. Hop, bu yerda rakushka degan narsa bor. Bu kalsiy bo'ladi, ya'ni chig'anoqning maydalangani. Va izveska degan narsa bor. Bu ham kalsiy sifatida foydalanamiz. Uni ham beraman. Oltin gurgut ba'zida qo'shib beraman. Shu boshqa narsa qo'shib berayotgan joyim yo'q hozir o'rtoqlar. Dravilkada maydalayman, donni tayyor butun don olib kelaman. Keyin ularni hammasini shu qozonda aralashtirib idishlarga solib beraman. Endi bir kunda bitta tovuq o'rtacha 120 gram, 130 gram atrofida yeydi hisoblab ko'raverasiz, kunda necha kilo don yeyishini. Hozir tuxumlarini yig'ishtiraman. Kechgacha yana ozgina yana tug'adi, bir 10-15 ta yana qanchadir tug'olmay qolgani. Katagimiz bu yerda endi aytishadi mutaxassislar, ko'proq ham boqsang bo'ladi deb. Taxminan eniga 7,5 metr, uzunasiga 16,5 metr shunaqalar bor taxminan. Endi mana bu narsa 4 metrlikdan ikkita tashlangan, 8 metrga, lekin devor hisobi va boshqa bir ikkita hisob kitoblarga chiqib ketgan, mana chekkalarida. 1,5 metr ortiqroq chiqib ketgan bo'lsa, 7,5 metr taxminan qolgan deb hisoblasak bo'laveradigan joyi. Shunday joyda 400 ta tovuq boqayotganmiz. Yaxshi xotirjam sig'ayotgan. Bu don idishlar yemlarini shunga solib qo'ysangiz, nisbatan kamroq to'kib uvol qilmasdan yeydi. Va avtopayilka suvlarimiz bor. Mana shu suv idishlarimizga juda ko'pchilik qiziqibdi. Bochkaga suv to'ldirib qo'yasiz. Bu mana shlankadan keladi. Bu yerda teshib bu narsani tiqib qo'yilgan, qotirib qo'yilgan. Shlankada suv oqaveradi. Avtopayilka. Agarda mana tagida suv turibdi, bu suv ozayadigan bo'lsa, mana bu narsa mana ko'tariladi, vazni yengillab. Ko'ryapsizmi? Suv tushyapti, suv to'kilyapti mana. Mana qo'ysak, suv to'xtadi oqishi mana. Agar buni yana ko'taradigan bo'lsak, mana tagida bunday qilsangiz mana balansirovkasi bor. Ko'rib turganingizdek, suvni mana shunday holda to'ldiradi bu narsa. Shunlasi o'zi avtomat suvni tushirib turadi. Boshqaga suv to'ldirib qo'ysangiz yaxshi narsa.
zo'r effektivniy. 100 ta tovuqqa bitta yetar ekan mana shundan. Men jo'ja paytida 700 ta bo'lgan bular. Shuning uchun 7 ta qo'ygan edim. 100 taga bitta bemalol yetar ekan. Hozir 400 taga shu 3 tasi ham yetkizyapti. Ya'ni doim suv turgani hisobiga ko'p ham bo'lish shart emas ekan. Ya'ni ko'p emas. Shu 150 ta 200 taga ham bitta qo'ysangiz ham bo'laverar ekan. Yetkazaverar ekan. Doim suv tursa endi bochkangizda. Shunaqa joyda mana shunday o'zim eski taxtalardan yasaganman, tuxum tug'adigan kletkalarni ham. Shunaqa qilib biznes qilyapmiz, yomon emas. Jo'jalarni olib ketishyapti, mana ko'z tegmasdan chiqishiga. Sizni Islomjon tovuqlaringiz yaxshi deb. Shunaqa gaplar. Qiziq bo'lsa videolarimizga bittadan like bosib qo'yasiz, qo'llab turasiz. Fikringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Men tovuqlarimizga qarashda davom etaman. Bular chunki yana don yegani setkani tagidan ko'tarib kiryapti mana. O'zi bilyapti bular qaynaqa kirishdi. Bularga qarashim kerak endi. Yaxshi o'rtoqlar, tez-tez video chiqarishga harakat qilaman sizlarga, zeriktirmasdan turishga harakat qilaman. Bo'pti o'rtoqlar, sog' bo'linglar. Chiqinglar.